Bolajonlar, qaranglar, nimalar bor ekan bu yerda? Gullar. Barakalla. Gullar bizga nima uchun kerak ekan? Havo olish uchun. To'g'ri, bolajonlar. Gullarimiz bizga toza havo ishlab chiqaradi. Shuning uchun biz gullarni nafaqat ko'chalarda, balki xonalarda ham o'stiramiz, ularni parvarish qilamiz, bolajonlar. Qani bolajonlar, sayohatimizni davom ettiramiz. Endi esa keling bolajonlar, keling. Bu rasmda nimalar tasvirlangan? Qani? Kamalak, o'tlar, gullar, yapalak, bulut, quyosh. Barakalla. Jonsiz tabiatga nimalar kirishini bir eslab ko'raylikchi. Qani, Nastarin qizim? Tosh, oy, quyosh, suv. Suvimizni isrof qilmasligimiz uchun biz nimalar qilyapmiz? Biz bolajonlar ona tabiatimizga qanday yordam qilyapmiz? Suvga turli xil chiqindilar tashlamaslikka harakat qilaman. Harakat bo'lyaptimi? Qo'lingizdan kelyaptimi? Ha, Adashib tashlab qo'ymayapsizmi? yo'q. Barakalla bolajonim. Hattoki o'sha zamonlarda ariqlarning bo'ylariga nima uchundir daraxtlar, gullar ekish man qilingan ekan. Ana endi o'ylab ko'raylik bolajonlar. Nima uchun ekilmagan ekan? Qani? Daraxtlar sayg'alib suvga tushmaslik uchun baliqlarni. To'g'ri, demak, kuz faslimizda xazon rezgi bo'lgan davrda daraxtlarimiz barglari nima bo'ladi? Sarg'ayadi va sarg'ayib o'sha suvlarga tushmasligi uchun, o'sha suvlarni ifloslantirmasligi uchun shunday qilingan ekan. Qaranglar, qanday ajoyib odob va qanday ajoyib ona tabiatimizni asrash uchun qilingan xatti-harakatlar ekan. Suvimizni qanday tejashimiz mumkin ekan? Siz ertalab turganingizda nima qilasiz? Ish qo'limizni yuvamiz, tishimizni yuvamiz, jumrakni keyin yopib qo'yamiz. Ana endi bolajonim, sizga alohida savol. Qo'lingizni yuvayotganda jumrakni to'liq ochib qo'yasizmi yo ora-orada yopib turasizmi? Ora-oradan yopib turaman. Demak, jajji bo'lishlaringizga qaramasdan bolajonlar, uyda ham siz suvni tejar ekansiz. Bu javobingiz meni juda ham quvontirdi. Barakalla bolajonlar.